يېڭىدىن تەيىنلەنگەن ياپونىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ھاياشى يوشىماسا تۇنجى قېتىم خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن تېلېفونلاشتى. كيودو ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ھاياشى ئۆز دۆلىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستان رايونى ۋە خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە بولغان ئەندىشىسىنى ئىپادىلىگەن. ھاياشى يەنە خىتاي پاراخوتلىرىنىڭ شەرقىي دېڭىزدىكى ئىككى دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇق تالاش-تارتىشى بار بولغان تاقىم ئاراللار ئەتراپىدا ياپونىيەنىڭ دېڭىز تەۋەلىكىگە دەخلى-تەرۇز قىلىشىغا قارىتا ئەندىشىسىنى يەتكۈزگەن. خىتاينىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىگە مەخپىي ھەربىي ئەسلىھە قۇرۇش پىلانى ئامېرىكىنىڭ ئارىغا كىرىشى سەۋەبلىك توختاپ قالغان. ئامېرىكا ئىستىخبارات تارمىقىنىڭ خىتاينىڭ ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىدە مەخپىي ھەربىي ئەسلىھە قۇرماقچى بولغانلىقىنى بايقىغانلىقى ۋە بۇ ئەھۋالنىڭ ئامېرىكا بىلەن ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى ئارىسىدا دىپلوماتىك سۈركىلىش كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئامېرىكا ۋول كۆچىسى ژۇرنىلىنىڭ ئەھۋالدىن خەۋەردار مەنبەلەرنى ئاساس قىلىپ خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي پايتەخت ئەبۇ دەبىنىڭ شىمالىغا 50 كىلومېتىر كېلىدىغان خەلىپە پورتىغا مەخپىي ھەربىي ئەسلىھە قۇرماقچى بولغان. Dünya Ayollar Tennis Top Cəmiyyəti əgər tennis top mahiri Şu Aypingning jinsiy tajovuzchilik ayblashlarga qanoatlanarlik javob berilmasa, Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan necha 10 million dollarlik musobaqani amaldan qoldiradiganligini e'lon qildi. Jinsiy tajovuzchilik bilan ayblangan Jang Gaoli 2013 yildan 2018 yilgacha Xitoyning muavin bosh ministri bo'lgan bo'lib, Shi Jinpingga eng yaqin kishilarning biri. Amerika prezidenti Jo Bayden Xitayning kishilik huquq tajovuzchiligiga qarshi turish uchun kelar yili fevralda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpiyagini diplomatik boykot qilishi mumkinligini aytdi. Bayden muxbirlarni kutib olish yig'inida biz navbatda bu ishni o'ylashyapmiz. Hukumat amaldorlarini Amerikaga vakolatan Beijing qishliq olimpiyaga avatmaymiz, lekin tanharakatchilarning qatnashishiga yo'l qo'yamiz degan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Angliyani o'z davlatining sabrini sinash bilan aybladi hamda fransiyalik barliq baliqchilarga Angliyaning dengiz tavalligida baliq tutish ijozatnomasi berilmaganligini aytdi. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinish kelishimining yo'lga qo'yilishida masala borligini ifodalagan Macron, fransiyalik baliqchilarning hammasiga ijozatnoma berilmaganligini va bu sababdan talash-tartish kelib chiqqanligini bayon qildi. Macron yana bu masalaning Fransiyaga emas, Belgiya, Gollandiya, Germaniya va Norvegiyaga chetilganligini ta'kidladi. Xitoy bilan Hindiston chegara mojarosidan kelib chiqqan jiddiylikni pasaytirish uchun suhbatni davomlashtirishga qo'shildi. Xitoy diplomatiyya ministrligining bayonotida Xitoy Hindiston chegara munosabatining maslahat bilan moslashtirish xizmat mexanizmi yig'inida taraflarning diplomatik va harbiy aloqa yo'llarini ochiq qilib, to'qinishni hal qilishga qo'shilganligi xabar qilindi. Amerika turmalarida 2 milliondan ortiq mahbus bor bo'lib, har yili 30dan 40 minggacha mahbusning islom dinini qabul qiladiganligi o'tirib qo'yildi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, Amerikadagi turmalarda din almashtirganlarning 80% islom dinini tanlashni yaxshi ko'rar ekan. Islom dinini qabul qilganlarning ko'pinchisi Afrika pushtidan bo'lgan amerikaliklar ekan.